ofislarga, uylarga yoki o'zingizlarning xonanglarga yoki kimgadir sovg'a qilsanglar, o'zgacha sovg'a bo'ladi. Ko'rinishini qaranglar. Svetilnigi bor, ko'zga tushmaydi. Misol uchun kech payt yoqib qo'ysanglar ham, undan tashqari funksiyalar ko'p. 5 xil, 6 xilga yaqin funksiyasi bor. Birinchi bo'lib mana беспроводной zaryadkasi bor. Telefonni olasizlar, shuni qo'ysanglar mana. Беспроводной zaryadkasi bor, soati bor, budilnigi bor. Keyin telefon ulab turib, Bluetoothdan bemalol narsalar qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari fleshka ham qo'ysanglar, hozir yoruvda ham bitta ko'rsatib beramiz. Svetilniklarni bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Har xil yonadi, ranglarini qaranglar. Narxi ham zo'r chiqqan. Kerak bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar. Keyin aytgancha hozir bitta svet yoqib turib, orqasidagi funksiyalarni ham ko'rsatib beraman. Buni chiroyliligini qaranglar. Hozir telefondan olib turamiz. Xo'p, qaranglar. Bu shunday mana simsiz ham ishlayveradi. Mabodo беспроводной kerak bo'lsa simga ulaysizlar, o'zi bu zaryadkali bo'ladi. Qaranglar mana. Orqa tarafida Type-C zaryadka, fleshka qo'ysanglar bo'ladi, USB-da, keyin AUX'da ham ishlatsanglar bo'ladi. Ovozlari ham, o'z ko'rinishi ham, tinuvligi ham bor. Bemalol kolonkadan ulab qo'yib narsalar qo'ysanglar ham ovozlari zo'r chiqadi.